O'sha kecha, o'sha la'nat kecha shu kun, shu payt bo'ldi. Men bu kechani hatto dushmanimga ham ravo ko'rmasdim. Biz shunchaki o'tin chopgani bordik. Qolganini esa o'zingiz ko'rib bilib oling. Qani sanlar, raketlaring, ullaringmi? Bitta daraxt shuncha yopishmadim. Qani sanlar, bitta o'tin chopish shuncha bo'ldimi? Ey, tez bo'laring, nima qilyapsan? Qani san, ey, qani san, nima edi bu? Ertalab bo'ldi-yu. Tong sahar bo'lib ketdi mana. Bo'ldi. Ko'cha havo yaxshi. Do'stlarim ham yo'q. Afsus. O'zi hammasi meni deb bo'ldi. Ularni o'tinga olib kelmasligim kerak edi. Endi do'stlarim yo'q, qanday qilib zerikarli bir o'zim qanday yashayman, endi o'zimni qanday kechiraman? Ming la'nat o'sha maxluqqa. Hammasi meni deb bo'ldi. Do'stlarim yo'q endi, do'stlarim yo'q, bir o'zim yolg'iz. Shu katta uyda yashayman. Do'stlarim bo'lganda edi, qancha o'yin kulgu qilardik. Amayda qorin ochib ketdi. Bitta non qoldi-yu. Ovqat olib kelish kerak. Amayda ketdik. Kechga tushib qolsa kerak bo'ladi. Endi ovqat qidiramiz. Aslaqani kiyib olaydi. Xudo biladi nima bo'ladi ko'chada. Bo'ldi. Hammasi ajoyib. Keyin shu taraflardan qidiraman. Ovqat bo'lishi kerak lekin shu yoqlarda. Ketdik endi. Yana kechga qolib ketdim. Shu paytgacha bitta hayvon ham chiqqani yo'q. Faqat cho'chqa. Axir cho'chqa yemayman-ku. Ketish yomon-da. Uyimga qayta qolsam ham bo'lardim. Yana cho'chqa. Yana shu cho'chqa seni qanday yeyman? Mayli, uyimga qaytayman. Yana bir shu taraflarni qidirib ko'ray, chiqib qolar. Axir ovqat uymi? Tushunmadim. Bu yoqda uy yo'q edi-yu. Ey, kim bor? Qanaqa uy bu? Qo'rqib ketyapman. Uy. Kim uy bu? Nima qanaqa? Qo'rqizmang, hazil qilmanglar, bolalar. Kim bor? Kimning uyi bo'ladi? Yo'qda uy yo'q edi-yu, mayli. Nima deb yozilgan? Nima? Ortga yo'l yo'q. Tushunmadim. Kim hazil qilmoqda? Chiqay, qaysi biring? Nima qilyapsan, hazil qilmalaring? Bolalar, nima bu? Sandiq. Nima? Ular kimga kerak? Richak. Buni nima qilaman? Mayli. Senda ham bitta. Tushunmadim, bu nimaga kerak? Qo'rqib ketyapman, uyimga borayim. Uyimga bora qolaman. Endi kim ovqat kerak? Ovqatsiz yashay olmayman. Yo'q. Yana. Buni qo'y joyiga. Nima bu? Qanaqa joy? Tushunmayapman. Qanaqa joy bu? Ular bilan ochish uchunmi shunda? To'g'ri uchta chiqyapti. Demak, bu uyushtirilgan. Kim uyushtiradi? Qanaqa maxluq? Shu hali. Qanday bo'ls? Uyga ketaman. Uyga kerak emas, ovqat ham kerak emas. Uyga ketaman. Mana qo'yat uyimga keldim. Uyim. La'nati nima edi u? Yaramas yana o'sha maxluq. Do'stlarim o'ldirgan maxluq. Ovqat ham ololmadim. Aslaqalarni joyiga qo'yaman-da uxlayman. Yaramas. Juda charchadim. Qor ketyapman. Bu oroldan ketamanmi nima?
La'nati Alloh, la'nati maxluq. Men uxlayman. Juda charchadim. Uxlayman. Voy. Telefon bo'ldi yana. Yaxshi. Aytgancha menga ovqat kerak. Kecha ovqat olib kela olmadim. G'alati ishlar bo'lib ketdi. Nima qilsam ekan? Yana qaytib boraymi o'sha yoqqa? Yoki bilmadim nima qilishni. Bu yoqda yashashni axir o'zi bo'lmaydi. Har tarafim la'natlangan xuddiki. Nima qilaman? Bitta nom bilan qachongacha boraman? Yaxshisi boshqa taraflardan ovqat ag'darib ko'rsammi? Menimcha yaxshi qaror shu bo'lsa kerak. Axir o'sha taraf emas, boshqa taraflar ham bor-ku. Mayli, shunday qilaman. Boshqa yoqdan ovqat ag'darib ko'raman. Balki o'sha yoqlardan chiqar. Mana shu taraf yaxshiroq menimcha. Menimcha ham yaxshi taraf shu. Xo'p, ketdim men bir o'sha yoqdan ovqat qidirib kelay. Hech qanday ovqat yo'q hech qayerda. Nima hamma maxluqlar yeb ketdimi ovqatlarni? Lekin kechagi joyga tovuq ko'rganday bo'lgandim. Majburman borishga. Cho'chqa yemayman-ku axir, undan ko'ra o'lganim yaxshi. O'sha joyda tovuq ko'rganday bo'lgandim. O'sha tovuqni o'ldirib olib kelaman yaxshisi. Yaxshi qaror. Yana o'sha joy. Yana o'sha xilvat joy. Kunduzi unchalik qo'rqinchli ko'rinmas ekan. Bu yozuv hali ham bor. Ortga yo'l yo'q, qaysi ortga? Mayli. Xo'sh, mayli. O'sha ahvol. Yana o'sha joy. Yomg'ir ham yog'ib yubordi. Qani tovuq? Mana. Aytgan tovuqim shu. Hech bo'lmasa bir kunga yetasan. Yaxshi. Yana yo'qmi? Mana shu teshik meni juda qiziqtiryapti. Tushsammikan? Tushmasammikan? $100 so'ng ikkinchi qism chiqadi.